Assalomu alaykum. Essential Grammar in Use darslari davom etadi. Bugungi darsimizda sizlar bilan 90-unit, demak, orttirma darajani, ya'ni superlative forms degan ingliz tilida grammatikani o'tar ekanmiz. Xo'p, demak boshlaymiz. Birma-bir examplelar o'qib tushuntirib boraman. Xo'p. Bitta bokslar ko'rinyapti. Bokslarda A, B, C, D bokslar nomi bor ekan. Box A is bigger than box B. Ya'ni box A box B ga nisbatan kattaroq. Biz bilamiz bu yerda demak qiyosiy darajani ishlatdi. Ya'ni something is bigger than something bo'lyapti. Ya'ni box A something then bigger than boshqasiga nisbatan bo'lyapti. Tushunarligi? Bitta qiyosiy daraja er qo'shimchasi qo'shilishi orqali sifatga yasaladi. And the box B is bigger than all the other box. And the box A deyapti. Ya'ni box A is bigger than all the other boxes. Box A boshqa barcha boxlardan kattaroq deyapti. Qaraganda kattaroq deyapti. Tushunarli? Rostdan box A, B, D, C boxlardan kattaroq. Box A is the biggest box. Endi mana nima keldik? Kulminatsion nuqtaga keldik. Box A eng katta box deyapti. Tushunarli? Bu yerda orttirma daraja hosil bo'ldi. Ya'ni the biggest dedi. But the biggest sifat bo'ladi. Faqatgina orttirma darajadagi sifat bo'lyapti. Ya'ni ko'ryapmiz eng katta. Qachonki aytaylik biror bir guruh bor. Guruhda aytaylik 3-4 ta aytaylik narsalar bor. O'sha qanaqadir bir list bor yo biror bir savat bor deylik. Savatda 3-4 ta olma bor. Demak, qizil rangli, ko'k rangli demak aytaylik yana qizil ko'k aralashgan rangli olma bo'lsa. Endi qizil rangdagi olma qolgan olmaga nisbatan eng kattasi. Aytaylik, o'shani biz eng kattasi deymiz. Bu yerda ham bokslar ichida eng kattasi A box. Eng katta, ya'ni orttiryapti. Tushunarli? Eng katta darajada bitta bo'lyapti. The biggest degani shu bo'ladi. Xo'p, endi hotel narxlariga qarasak. Hotel prices in Kenton, ya'ni Kenton degan joydagi mehmonxona narxlari. Chap tomondagi mehmonxona nomlari, undan keyingisi narxlari, demak bu yerda adashmasam adreslari bo'lsa kerak va keyingislari ham demak mehmonxonalar ekan, uzr so'rayman, va ularning narxlari. Tushunarli? Demak bu list. Ketma-ketdagi list. Per room per night, ya'ni bir xonani narxi bir kechaga. Europa Hotel 150 pound sterling. Grand Hotel 130 pound sterling. Va hokazo. Demak Station Hotel demak 75 pound sterling ekan. Ko'radigan bo'lsak, bu yerda eng katta hotel demak Europa Hotel, demak eng kichkina hotelda narxi bo'lsa 75 pound sterlinglik Station Hotel bo'lyapti. O'qiymiz. The Europa Hotel is more expensive than the Grand. Demak Europa Hotel Grand hotelga qaraganda qimmatroq. Bu yerda demak qiyosiy darajadan foydalandi. The Europa Hotel is more expensive than all the other hotels. Demak Europa Hotel boshqa barcha hotellarga qaraganda qimmatroq deyapti. Rostdan ham uni narxi 150, qolganlariki 150 dan past. Demak the Europa Hotel is the most expensive hotel in the city. Endi shu yerda ko'ryapmiz, orttirma darajada grammatikadan foydalanib gapirdi. Europa Hotel shahardagi eng qimmat hotel deyapti. Ya'ni eng qimmat degani bitta ajralib chiqqan eng qimmati degan ma'noda ishlatilyapti. Tushunarlimi? Endi biggest, bigger and more expensive bular biz bilardik comparative forms edi. 87-unitimizda o'tganmiz comparative formlar, ya'ni qiyosiy darajalar. O'sha darsimizni agar ko'rmoqchi bo'lsanglar, bemalol o'sha darsimizni ochib ko'rsanglar bo'ladi. Endi biggest bilan most expensive bo'lsa, bular barchasi superlative, ya'ni orttirma darajadagi demak sifatlarimiz bo'ladi. Endi ularning yasalishini o'rganib chiqamiz sizlar bilan. Qanday yasalar ekan? The superlative form is EST deyapti. Ya'ni superlative form, ya'ni orttirma daraja EST qo'shimchasi qo'shilish orqali adjective'ga yasaladi. Xo'p, yoki or most degan so'zni o'sha adjective'dan oldin qo'yib yasaladi.
Hop, qachon es qo'shiladi? Short words, ya'ni qisqa so'zlarimiz. Biz bilardik 87-unitimizda demak qiyosiy daraja yasash uchun sifatlarimizni qiyosiy darajada qilish uchun birinchi bo'lib syllable'ga, ya'ni bo'g'inga e'tibor berardik. So'zimiz agar bir bo'g'inli bo'lsa, shunchaki er qo'shardik. Endi shu qoida xuddi shu yerda ham ishlaydi. Tasavvur qiling, bu yerdagi so'zlarimiz hammasi demak bir bo'g'inli so'zlar. Rostdan ham bir bo'g'inli so'zlar, ya'ni old, cheap, nice, barchasi bir bo'g'inli, ya'ni single syllable so'zlar. Endi shularga biz orttirma darajada ishlash uchun the deb turib, o'sha sifatimizga demak bu qo'shimchani qo'shib turib, eng deb turib aytaylik, eng qari, eng arzon, eng demak yaxshi deb turib va hokazo orttirma darajadagi sifatlarni tuzsak bo'ladi. Misol uchun old the oldest ga o'zgaradi, ya'ni eng demak yoshi katta, eng qari. The cheap bo'lsa the cheapest. Nice bo'lsa the nicest bo'ladi. Endi biz bilamiz ayrim adjektivlarimiz bor. Ular irregular adjektivlar deb qo'yamiz. Ularda shunchaki demak es qo'shish orqali demak hosil qila olmaymiz. Ularda o'zagi o'zgaradi. Misol uchun good, yaxshi degan adjektivimiz the best, eng yaxshiga o'zgaradi. Tushunarli? Ya'ni goodest deya olmaysiz. Bad degan adjektivimiz, ya'ni yomon degan adjektivimiz the worst, ya'ni eng yomon degan so'zga o'zgarar ekan. Ya'ni baddest deya olmaysiz. Xo'p, endi ayrim sifatlarimizda demak oxiridagi undoshlari ko'payib ketadi. Misol uchun big bo'lsa biggest ga o'zgaradi. The biggest ko'ryapsizlar, double bo'lyapti. Yoki hot, issiq, the hottest ga o'zgaryapti. Bularni appendix 5 bo'limimizga o'tib bilib olsanglar bo'ladi. Bular ko'p to'xtalmaymiz, shunchaki shular haqida xabar berib ketmoqdamiz. Endi words ending in y, demak y harfi bilan tugagan demak so'zlarimiz, ya'ni adjektivlarimiz qanday yasaladi? Xo'p, ularga ham es qo'shimchasini qo'shib yasaymiz, ya'ni y tashlab olib turib es qo'shamiz. Misol uchun easy, oson, the easiest, eng oson. Eng oson. Xo'p, heavy, og'ir, the heaviest, demak eng og'ir bo'lyapti. Tushunarli? Pretty bitta demak the prettiest bo'lyapti. Tushunarli? Xo'p, bu yerda ko'ryapmiz y tushib qolib es qo'shimchasi qo'shilyapti. Xo'p, long words, demak endi aytaylik sifatlarimiz ko'p bo'g'inli sifat bo'lsa, ya'ni demak ko'p bo'g'inli bo'lsa, misol uchun careful, expensive, interesting kabi ko'p bo'g'inli sifat bo'lsa, qanday qilamiz? Ularda es qo'shimchasini, ya'ni es qo'shimchasini qo'shmaymiz yoki es qo'shimchasini qo'shmaymiz. Ularda oldidan demak the most degan so'zni qo'yib eng deb yasaymiz. Misol uchun careful, the most careful, eng hushyor. Interesting, the most interesting, eng qiziq, eng e'tiborni tortadigan degan ma'noda orttirma darajalar hosil qilamiz. Example'larni o'qib chiqamiz. We say the oldest, the most expensive with the. Endi bu yerda the degan artikelni ko'ryapsiz. Demak aniq artikel bu. Demak o'sha eng degan, ya'ni orttirma darajada sifat yasamoqchi bo'lsak, the artikelimizni o'sha sifatlarimiz oldidan yoki sifatlarimiz ko'p bo'g'inli bo'lsa, most degan so'z oldidan qo'yib ishlashimiz kerak bo'ladi. Misol uchun the church is very old. Ya'ni ibodatxona juda ham eski, ya'ni juda ham qadimiy degan ma'noda. Endi it's the oldest building in the town. Demak bu rayondagi, bu tumandagi eng qadimiy, eng yoshi katta, eng eski bino deyapti. Bu yerda the oldest, ya'ni the qo'shimchasini qo'shyapti. It's the oldest than all the other buildings. It is older than all the other buildings. Bu boshqa binolardan ko'ra yoshi kattaroq. Demak, bu yerda qiyosiy daraja ishlatildi. What is the longest river in the world? Savol tuzilyapti. Ya'ni orttirma darajada bilan dunyodagi eng uzun daryo qaysi deyapti. Money is important. Pul muhim deyapti, but it isn't the most important thing in life. Lekin ammo hayotdagi eng muhim narsa emas deyapti.
juda ham yaxshi gap ekan. Ya'ni pul muhim, money is important, but it isn't the most important thing in life. Demak, lekin u hayotdagi eng muhim narsa emas. Tushunarlimi? Demak, but important ko'p bog'liq bo'lgani uchun the most qo'yib ishlatyapmiz orttirma darajada. Excuse me, kechirasiz, meni kechirasiz, ya'ni ma'zur tutasiz. Where is the nearest bank? Demak, bitta eng yaqin bank qayerda? Kechirasiz deb aytayapti. Meni ma'zur tutasiz, eng yaqin bank qayerda deb savol tutyapti. You can use the oldest, the best, the most expensive without a noun. Demak, ko'rayotgandik, bu yerda bu orttirma darajalarimizdan keyin otlar kelyapti. Endi o'sha demak, orttirma darajalarimizdan keyin otlarni ishlatmasangiz ham bo'laveradi demoqchi qoidada. Ya'ni without noun deyapti. Misol uchun Luke is a good player, but he isn't the best in the team. Luke yaxshi o'yinchi, lekin ammo u jamoadagi eng yaxshisi emas deyapti. Ya'ni the best player, ya'ni player degan so'z tashavordi. The best deb turib, qayerdagi jamoadagi deb qo'yyapti. Ya'ni the best ma'nosi the best player degan ma'noni bildiradi. Noun ishlatsangiz ham bo'ladi, ishlatmasangiz ham bo'ladi, ixtiyoriy. You can use superlative I've ever, you've ever. Demak, quyidagicha, ya'ni present perfect ko'ryapmiz grammatikasini. Bitta men ko'rgan yoki men tatib ko'rgan yoki men borgan degan ma'noda keladi. Misol uchun I've ever degani endi present perfect yasalyapti. Aytaylik, example bo'lsa, the film was very bad. Endi tarjimasi hop, film juda ham yomon edi. I think it is the worst film I've ever seen. Ko'ryapmiz, bu yerda eng yomon film deyapti. Men o'ylaymanki, bu eng yomon film men ko'rgan filmlar ichida, ya'ni men ko'rgan eng yomon film demoqchi, tushunarlimi? I've ever seen but the present perfect bo'lyapti. Tushunarlimi? Shu paytgacha ko'rgan eng yomon filmim yoki men ko'rgan eng yomon filmim deb aytilyapti. Xo'p, what is the most unusual thing you've ever done? Demak, siz bajargan yoki amalga oshirgan eng noodatiy narsa nima deyapti. Ko'ryapsiz, bu yerda siz bitta o'zgartirsangiz ham bo'ladi yoki aytsangiz bo'ladi. What is the most beautiful city you have ever been to? Siz bo'lgan eng chiroyli shahar qaysi? Yoki what is the most expensive aytaylik, what is the most expensive cell phone that you have ever bought? Siz sotib olgan eng qimmat telefon qaysi? Bu yerda ko'ryapmiz, bu grammatika ishlatilyapti va aytib qo'yamiz, bu grammatika speakingda va essay writingda va bundan tashqari asosan yana aytib ketamiz, IELTSda task 1, ya'ni report yozganda ko'proq ishlatiladi. Albatta ham report, qisqacha report bo'lyapti. Ya'ni kim task 1da biz bilamiz, qanaqadir chartlarni, qanaqadir aytaylik, hop, xaritalarni, qanaqadir bir demak, diagrammalarni taqqoslaymiz. Ichidagi datalarni, ya'ni ma'lumotlarni, raqamlarni taqqoslaymiz. O'sha yerda biz bu grammatikadan, ya'ni the most degan grammatikadan yoki demak the deb turib, demak superlative, ya'ni orttirma darajadan ko'proq foydalanamiz. Shuning uchun bu mavzuni yaxshiroq o'zlashtirishni xohlab qolardik. Demak, darsimiz shu yerda o'z nihoyasiga yetadi. Videolarni demak ko'rishda davom eting. Qilgan agar demak xato qilib qo'ygan joylarimiz bo'lsa, demak uzr so'raymiz. Sizlardan so'rab qolardik. Bundan tashqari exerciselarni bajarishda internetdan ham demak videolar yoki grammatik mashqlarni o'rganib yetishlarini so'rab qolardik. Yanada yaxshiroq tushunishni, yanada yaxshiroq o'rganish uchun. Demak, e'tiboringiz uchun rahmat. Keyingi darslarda uchrashguncha sog' bo'ling, omon bo'ling.